Bugun futbol tarixining eng buyuk afsonalaridan biri Lionel Messi tavallud kunini nishonlamoqda. Messi o'zining betakror mahorati, ajoyib gollari, rekordlari va millionlab muxlislarning qalbini joy olgan o'yinlari bilan futbol tarixida o'chmas iz qoldirdi. U klub va terma jamoa safida ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritdi. Futbolning haqiqiy timsoliga aylandi. Mehnatsevarligi, kamtarligi va maydondagi sehrli harakatlari tufayli Messi nafaqat buyuk futbolchi, balki yosh avlod uchun ilhom manbaiga aylandi. 39 yoshing muborak afsona. Messi o'zining faoliyatidagi eng yuqori yillarni Barselona safida o'tkazib, yuzlab gollar urdi, ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritdi va klub tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylandi. Uning ajoyib driblingi, gollari va rekordlari millionlab muxlislarni hayratga soldi. Keyinchalik Messi Paris Saint-Germain safiga kelib qo'shildi. Fransiya chempionatida ham o'z mahoratini namoyish etdi va yangi muvaffaqiyatlarga erishishni boshladi. Ammo uning faoliyatidagi eng unutilmas lahza 2022-yil sodir bo'ldi. Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi 2022-yildagi Jahon chempionati musobaqasi g'olibiga aylandi. Shu tariqa Messi futbol safida orzu qilgan eng katta sovrinni qo'lga kiritdi va o'z nomini futbol tarixining eng buyuk afsonalari qatoriga oltin harflar bilan yozib qoldirdi. Messi futbol tarixidagi eng sermahsul o'yinchilardan biri hisoblanadi. U rasmiy o'yinlarda, ya'ni 980 ta o'yinda 890 ta gol urgan va assistlar bo'yicha 400 ta assist qilgan. Jamoaviy sovrinlar 45 ta, 8 ta oltin to'p sohibi, 200 ta o'yin va 120 ta gol plus assistga mualliflik qildi. Bu futbol tarixidagi eng dahshatli statistikadir. Boshqa hech bir futbolchi bu statistikani hozirgacha buza olgani yo'q. Bundan keyin bilmadik buza oladimi yoki yo'qmi. Messi Barselonada 17 mavsumdan ortiq klub tarixidagi eng yaxshi to'prar. Paris Saint-Germainda 75 ta o'yinda 32 ta gol, Inter Miami'da 100 ta o'yinda 80 ta gol muallifligiga aylandi. Bu dahshatli statistika edi. Messi terma jamoa bilan bir marta jahon chempionligi, 2 marta Copa Amerikaning va jahon chempionatining eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lgan. Yana bir bor Lionel Messini 39 yoshi bilan Messini nafaqat, balki uning muxlislarini tabriklaymiz. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.